Hammaga assalomu alaykum. Aka-ukalar, ikkita video oldim sizlarga. Zakazlarim keldi, raspakovka qilib beraman deb va'da berdim. Mana shularni raspakovka qilish uchun alohida video olyapman. Tak videolarimni kommentariyalarda juda ko'p yozyapman. Aka, bachkana qilyapsiz deb yozyapsizlar. Ko'pchiliginglar so'kinyapsizlar. Akalar, meni yo'nalishim shunaqa, hayotda unaqa odam emasman. Men hayotda umuman odamlar bilan gaplashishni yoqtirmaydigan odamman. Hali ikki kishi bitta qolib ketamiz, gapirmay turadigan odamman. Videoda o'zimni shunaqa tutaman. Agar men bilan yuzma-yuz gaplashib qolsanglar, sizlarning мнениyalar o'zgaradi. Sizlarning xayolinglarga, dunyoqarashinglarga meni videolarim to'g'ri kelmayaptimi? Iltimos, haqorat qilmanglar. Sizlar duxinglar, aqlinglar yetsa, sizlar ham shunaqa narsalar chiqinglar. Agar yetmasa, lutshi indamasdan yo atpiska qilaveringlar yo umuman kuzatmanglar. Lutshi unaqa kommentariyalar yozmanglar. Akalar, ba'zi biringlar qattiq so'kyoryapsizlar, bir hayotda sizlar bilan ko'rishib, shu narsalar bir gaplashsa imkoni bo'lsa, endi imkoniyati yo'q. Xullas, zakaz qilgan narsalarim. Birinchisi bunaqa protektorlar zakaz qildim. Sizlarga ochib ko'rsataman bu narsani. Ochadigan narsam yo'q, o'shaning uchun pichoqda ana qilyapman. Venom endi shu eng mashhur hamma mana Venomni zakaz qilsa kerak. Oyoqqa защитник endi bu tushunganlar tushundi. Lekin takoy vid beradi chiroyliga. Ba'zi bir qizlarning rasmi turibdi, mana yerda o'zlari tushunib oldi. Xo'p, bundan tashqari akalar, zakaz qilgan narsam kapa, mon qaranglar. Kapani ham udarani takoy vid beradigan strashniy. Xo'p, bu zakaz qilgan narsam bittasi. Ikkita kapa zakaz qildim o'zim, mana ikkovi ham mashitda ekan. Undan tashqari boshqa narsa zakaz qildim, u kelmabdi shekilli hali. Ochib qaranglar narsani. Juda ham ajoyib narsa ekan, akalar, mon qaranglar. Ajoyib narsa berishibdi, ha? Menga yoqdi. Hech qanaqa bir akkuratnost yo'q. Bu anaqa qo'lga o'raydigan narsa, nima deyardi, nomi esimda yo'q. Bintmi, o'zingizlar tushunsanglar, tushunib oldinglar shu narsa. Ikki futbolkani ham oldim akalar, $30 ga kachkani yig'ishtiryapman. O'zi kachkaga vaqtinchalik chiqdim. Yoshlikda eslab, уже normal sportga qaytib, normal sport bilan shug'ullanaman. Akalar, ukalar, videolar yoqmayotgan bo'lsa, har xil gap so'z qilmasdan shunchaki ko'rmanglar yoki atpiska qilib olinglar. Unaqa so'kinish, har xil gap so'zlar menga kerak emas. Meni o'qigan odamlar, bilimi bor, dunyoqarashi keng odamlar tushunadi, chunki har bitta videoning tagida ma'nosi bor. Qolganlar menga bir tiyinlik yordam bermagansizlar, hozirgi darajada evil shoh bo'lishimga bundan daraja ham yordam bermaysizlar. Lutshi ko'rmanglar meni. Vaqti kerak emas sizlar. Chivinga nima bor bu yerda? Sog' bo'linglar.